Assalomu alaykum. Java House YouTube kanalına abunachilari. Arkamızda görüp turan kottejlarimizni hammasi sotilib bo'ldi. Endiki navbat toza yonidan yana 5 dona kottejimizni qurishni davom etib turibmiz. Hozir quruvchimiz Qahramon do'stimiz yana keldik. Ikki og'iz ma'lumot olib sizlarga yetirishga harakat etamiz. Assalomu alaykum Qahramon. Yaxshimisiz? Aleyküm assalom. Hoş geldiniz dostum. Hava kottejlaringiz haqida ozgina ma'lumot bersangiz, qachon bitadi, sifati nechik? İnşallah yine kottejlarimizni başladık. İş jarayonimiz avjida. Hava. Xohlasa hammaga yaqqan planda, hammaga xohlagan ko'rinishda yana shu planda solishga qaror etdik. Qarang, kottejlarimiz har bir kottejimiz necha kvadratdan iborat? 170 kvadratdan iborat her kottejimiz. Hava. Arkasında eldinde mistalari bor. Bor. Endi xudo xolasa yine işimiz jarayonida boshlandiyin o'zi eski avvalgi klientlarimiz darrov kelib ko'rib xohlab ikki kottejimizni darrov aldilar. Endi 3 tane kottejimiz bor yana sotuvda. Hozir sezon bitta nima deydi uni? Eba, xalqda ozgina pul yo'q. Men sizni tushunib turibman, ko'pchilik Ruschasini ham yo'rtuvi sezon deydi. Martiy sezon. Yerlarga kerakmidi? Tashlayveramiz. Yo, to'xtang, men aytaman. Men aytaman. Qahramon kottejimizni narxi bilan tanishtirib chiqsangiz, keyin bizning obunachilarimizga, masalan, YouTube kanalimizdan ko'rgan obunachilarimiz ham sizga ketib bilasizmi? Shular haqida ma'lumot bersangiz. Kottejimizning narxi salina ozgina o'zgardi, ko'p emas. Shunda desangiz materiallarimiz ham qurilish materiallari qimmatlanib yozadi. Hozirgi kunda. Salina Oddiy karich 900 so'm edi, 1200 so'm chiqdi. Ana, 1000 so'mdan bo'lib turibdi. 1000 so'mdan bo'lib turibdi. Shunga ozgina o'zgarish bo'ldi. Bahasi 65 ming deymiz. Endi bir chiroylatib yangilik aytib bersak xalqqa deb shu 3 dona kottejimizni 50% pulini bersalar, Qolgan 50%ni to'lab turib, qolgan 50%ni 1 yilga bo'lib beradi. 1 yil 5%, faiz bilmaydi aziz do'stlar. Rasrochka deymi, nima deydi uni o'zbekcha o'rtachasini aytganda, 1 yil 50%ni to'laysizlar, 50%ni 1 yil davomida 12 oy davomida bo'lib Qahramon bilan kelishgan holda Faiz bilmaydi. foizsiz to'lasangizlar bo'ladi. Ulgurib qolamiz azizlar. Xo'p, qarang, birinchi etaj, ikkinchi etajdan pulni 100% 100% pichan karuşdan. Birinchi, ikkinchi etajdan plita. Fundamentdan başlasak işni, fundamentimiz banatlıki 1 metr, duayni usuleni karkazlı. Podojkasından karkaz var, lentasından karkaz var. Karkaz var, maşallah. Fundament mahkem bo'lsa, joy undan ham mahkem bo'ladi. Qarang, hozir ina shifr uyimiz ko'tarilib, 2 etajdan plita bilan bostirilib shifr bo'ladi-ku. Shifrni teyinaymi o'tib deyilmi, bir narsa aytib turibdilar, uni qilib qarasizlar. Ama issiq sovuqdan saklaydon pena beton dedi. Issiq sovuqdan saklaydon pena beton обязательно qilib beramiz. İşte bu halkımız komfort hayatda yashash uchun bu ishlarni обязательно aytib beramiz. Uni aytmasalar ham. Aytmasalar ham. Maşallah, eldan stashkalarini qo'yib, birinchi etajni cho'rni stashkalarini. Fasad qismini 100% bitkazib, yine işi ko'rinishda kelib bemalol kelib ko'rsalar, ishlarni, xonalarini, kengligini, hammasini ko'rsalar, endi 1000 marta aytgandan bir marta kelib ko'rgan yaxshi. Qarang, razvedka kulchatorlarini 100% qo'yib ishga tushirib berasiz. Elektrikasi 100% bitadi. 100% bitadi. Kanalizatsiyalar ham, suv, sovuq suv to'g'rilari ham bitadi. 100% bitadi. Azizlar, cho'rni stashkasini oldin bitirib, fasad qismına keladigan bo'lsak, fasad qismini ham 100% bitirib beradilar ekan. Malyakani bemalol boshlayveradilar. Xolasa, masalan, bir yarim obunachimiz malyakam aytib berdasi qilib ham beraverasizmi? Uni ham qilib beramiz eldan kelgancha. Pulini kelishgan holda alohida qilib beramiz. Do'stim, bu yerda gaz, suv, svet, internetdan muammosi yo'q, aqrang. Yo'q, hech qanday mutlaqo gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Hammasini o'zimiz gazdan, svetdan, sochiklarini hammasini qo'yib beramiz. Qarang, obunachilarimizga qiziq bo'lib turibdi. Shu bitgan holatini bir ko'rsatib bera olamizmi? Operatorimiz galagina bonda kottejlarimiz 5 kottejimiz bitib turgan ekan. Shuni sizlarga ko'rsatib berib o'tamiz. Azizlar, kottejlarimizni korobka holatida topshiramiz. Sizlarga hozir ishonni planlari bilan tanishtirib chiqamiz. Girganimizda dalanimiz bor ekan. Dalanimizning razmeri necha Qahramon? 7,5 4 bo'ladi. Xalqimizga yakazon kengina dalan. Bemalol mexki mebellarni qo'yib o'tiraveradi. O'ng qo'limizda zalimiz ekan. Operatorimiz zalimizni ko'rsating. Zalimiz 6'ga 4. 6'ga 4. Panoramni aynalan katta razmerda qo'yib ishlagan. Maşallah, operatorimiz qaratib bering. Dalanning o'zidan ko'cha tarafga qaragan 2 dona oynasi bor ekan, quyosh tushib turadi ekan. Keyin qolaversa, yana o'ng qo'limizda ikkinchi etajga ko'tarilish zinamiz, chap qo'limizda sanuzelimiz joylashgan ekan. Sanuzelimizning razmeri ham 2 2 bo'lib joylashgan. Doğrumuzda ise ko'knamiz. Bog' tomonida xoti bor. Bog' tarafda albatta xoti bor. Skvozlik uchun bemalol
Yoraverasizlar. Kotelniysan bang. Kateni ham bor. İlik ekan kapsa do'stim. Galing bog'ni kestiramiz. Bu yerda esa bir spandiyamiz bor. Razmeri 4x4 deydi. O'zi общий xonalarimizning razmeri 4x4 qarang. Spaniyalarımız 4'e 4. 4x4 hammasi. Hava 3 Necha tane spalnidan iborat? 3 tane Spanya'mız var 4'e 4'lük. 2 tane 6'a 4'lük zalımız var. Bundan tashqari 7,5 4'lük katta zalımız ham bor. Yana bir. 3 zal Operatorimiz ikkinchi etajdan bir ko'rsatib o'tamiz. Ikkinchi etajga chiqqanimizda to'g'rimizda sanuzelimiz joylashadi. Chap qo'limizda 2 dona spalnimiz, o'ng qo'limizda esa bir zal, 2 zalimiz bor ekan. 2 zal. 2 zalimiz bor ekan. Bundan balkona chiqib ketamiz. Havo. Bu esa ikkinchi zalimiz. Bu zalimiz uzoqroq ekan bu. 7,5 4 oladi katta zal. 7,5 zallaringiz bo'ladi aziz obunachilar. Ikkinchi etajni o'zida. Ikkinchi etajdan esa balkonimizga chiqsak bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek balkonimiz ham необычный. Shu ko'rib turgan kottejlaringiz 5 kottej bo'ladi. Ikkisi sotilgan, uchisi sotuvda. Ulgurib qoringlar azizlar. Java House YouTube kanalining obunachilari, hozirgi ko'rib turgan kottejlaringiz Xiva shahrida joylashgan bo'lib, Ko'naradonning orqasida bo'ladi. Orientiraganlardan bo'lsak, rayonni Bonisa, Shukrona bozori, Med kolleji yanında bo'ladi. Mengiz yanında bo'ladi, qisqacha qilib aytganda. Tak, qahramon do'stimiz, obunachilarimizga gapingiz bo'lsa bemalol. Katta rahmat, ishlari muvaffaqiyat. Rahmat. Shu o'yla xayrli, barakali bo'lsin. Algan ham, sotgan ham Buyursin. barakasini buyursin. Elaham. Xudo xolasa bizani videolarimizni ko'rib kelgan obunachilarimizga chiroylatib barasida umid qilaman. Alohida o'zi podarkasi bor. Ama gaz sosiyetdan umuman muammosi yo'q aziz obunachilar. Bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat etasizlar. Kadastr hujjatlari hammasi oldi sottiga tayyor. Baraka etib olib to'ylar boshlashtirib boraverasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allah razı olsun. Rahmat, sog' bo'ling. Keyingi videolarda görüşguncha o'zlaringizni ehtiyot etinglar.